Leksimizin devam hürmetli vatandaşlar. 2021 8. ayının 23. gün hafta düşenbe. Bu devlet yani Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti çet elge pul çasıla degende bir neçe 100 milyon hatta bir neçe 100 milyar dolar pul çaşıdı. Yol yolla, tömür yolla taraf tartılıp gitti. İgiz binalar selinip gitti. Şehir kuruluşu gözünü kamaştırıp güzelleşip gitti. Bu hakikaten kişilerini celip kıladigan içki manzaradır. Lekin bularning hammasi yuzaki hodislar bo'lib amaliyot tizadi qandaq. Yaqinda e'lon qilingan bir sonliq ma'lumot oshkorildi-ki, ikkinchi faslda Jungokom partiyasidan 31 o'lik shahar moliya kirimi Shanxayda shundaqla to'g'ri nisbatlik sonliq ma'lumotni hisobga olmaganda, faqat Shanxayni misolga hisobga olmaganda boshqa o'lkalarda hammasi ziyon. Maliyaga hech narsa kirmagan. Kirim sifatida shu o'lka shaharlarning moliyasiga hech narsa kirmagan. Ham bundaq desam mutlaq bo'lmaydi. Avval qanchalik moliya kirimi to'play olasan degan nishonga yetmagan shunga bu o'lka shaharlarning moliyasiga kirim bo'lib pul kirmagan. Guangdong, Fujian, Zhejiang qatorliq kirimi yo'q bir o'lkalarmi moliya kirimi, moliya chiqimini qoplay olmaydigan holatga kelgan. Asli bu janubdagi boy o'lkalar. Ayni chog'da bu Shanganlarni savdo qiladigan o'lkalardan dengiz bilan berilib Fujian, Zhejiang, Guangdong, Shanganlarni savdo qiladigan o'lkalar. Hozir bu o'lkalardami moliya kirimi, moliya chiqimini qoplay olmaydi. Başqa yana davomliq markazning beqib turishiga taynib qolgan o'lkalar ning moliya ahvolini eg'izga elishqimi kishilar jur'at qila olmaydi dedi. Navbatda Jungokom partiya doiralari xususiy shirkatlarga zarb berishga boshladi. Xususiy shirkatlarga zarb berishga boshladi. Masalan, Mayun deymiz, Alibaba. Masalan, Tencent deymiz. Hozir Tencentga orliqda kelgan xabarda kepindiraşlık bayladı, jölü verip kembag'allarni kepindirish siyosatini yo'l qo'ydi hozir Xi Jinping. 500 milyard dollar. Bir Tencent kompaniya ixtiyor bilan hozir majburlash emas, lekin majburlash bu uchun talab qildi-da 500 milyard dollar. Mayın deganning taqdiri nima bo'ldi? Oldimizdagi ish. Uzundan boshlab elishyapti buni bilan. Berishga boshladi. Kompartiya doiralari xususiy shirkatlarga zarba berishga boshladi. İnternet peshqadamlari masalan Tencent mana Tencent Mayun deganlarni qattiq boshqarishga boshladi. Siyosat so'lg'i buraldi. Chet el shirkat qoldiqlarini chekinishga boshladi. Chet el shirkatlar deganda ko'zi to'ymagan shirkatlarcha bo'lmasa bu prezident sobiq prezident Trump davlati chekinishga boshladi chet el shirkatlari Jungodan, lekin hozir chekinmaganda endi chekinyapti. Chekinishga boshladi. Tashqi savdoning o'ti o'chdi. Ishsizlik yomg'irda buning yuqumliq virusni ekilib qo'shganda iqtisod tugashdi. Degili bo'lmasa-mu, lekin iqtisod tugashdi. Jungoda. Bundaq bo'lganda boj yig'ish mumkin bo'lmadi. Asosiy qatlam hukumatlarining qarz yillardan beri o'smini qaytara olmaydigan bir holga keldi. Onun üstüne G'arb davlatlarining diplomatik qo'rshovi elishi, pan-texnika qo'rshovi elishi dal hozir Jungokom partiyasining iqtisod qon tomirini bo'g'ib tashladi. Iqtisod taraqqiy qiladi degandimi, iqtisod nimaga tayin taraqqiy qiladi? Eliqi moddiy ham ashyolarni bulang-talang qilish davri o'tganda, o'ma qo'rg'ilib bo'ldi hisobda, endi iqtisod Jungoda nimaga tayin taraqqiy qiladi? Navbatda xalq pulini ching tutadigan bo'ldi. Xalq qo'lidagi pulni ching tutib xarjlaydigan bo'ldi. İste'mol bozori tarayib ketdi. İste'mol doirasi, iste'mol bozori, iste'mol qizg'inligi tarayib ketdi, kemayib ketdi.
turmushdan qiyin ahvolda qoladiganligini hozir savodsiz odamlarni ko'rib yetdi dedi. Maqola davomlashtirib bundoq yozildi. Yuqumli virus ostida Amerika, Yevropa, har qaysi davlatlar fuqarolar shirkatlarga pul tarqatdi. Birinchidan turmushni qapindirdi. Ikkinchidan jamiyatning hujayra holatlarini saqlab qoldi. Üçüncüden sağlam turmuşning taktini saqlab qoldi. Lekin faqat Jungo Kompartiyasining bir tal tukumi yo'linmadi. Xalq yoki shirkatlar sizlar mushaq kunga qolganda Jungo Kompartiyasi $1 pulmi chiqamidi yoki bir yuan xalq pulmi chiqamidi dedi. Bekor vaksina urish Amerika va Yevropa davlatlarida. Bu yoq tursin, hattoki odatdagi Jungo odatdagi tekshirishlarga pul talab qildi. Hele chekisi qo'yib tekshiradigan tekshirish bor-ku, ashuni olib bir odamdan 5 tanglab pul berdi. Hozir Jungoning doktorlari musholatidi. Navbatda Jungo Kompartiyasi Moliya komitetining 10-qatimliq yig'ini chaqirildi. Yuqori kirim qilg'uvchilarni tartibga solish hamda boylar hujum 50-yillarda Gongchendang yangi kelgan vaqtda pomishlarni yo'qotish, baydixonlarni yo'qotishlar yo'qotdi. Bir millatning Uyg'urlarning, masalan boshqani qo'yib turaylik, Uyg'urlarning boy qatlamiga yoki burjuaziya qatlamiga, savdogarlar qatlamiga qattiq zarba berdi Xitoy shu vaqtda. Hozir hozir yana boshlandi. Yuqori kirim qilg'uvchilarni tartibga solish chaqirig'ini o'tirib qo'ydi. Yanchoq xazina quruq to'lib qoldi hozir Jungoda. Demak, endi fuqarolarni qaqda-soqta qilish harakati boshlandi. Demak, bu chet el diplomat qurishashdimi agar masalan Amerikaning tashqi siyosiy ilm kelayotgan besimlardanmi agar davlat xazinasi qurib qoldi. Mushahada bir logikali xatolik. Mesela G'arb dunyosi shu besimni ishlatmasa, Amerika Qo'shma Shtatlari siyosat va iqtisod shu besimni ishlatmasa, Jungo musholig'i kelib qolamdi, Jungo iqtisodiy desangiz, bu taxmin yurishlashgan fikr bo'ladi, hurmatli vatandoshlar.